U barchaga pul tarqatadi. Haqiqiy pul og'ir pochkalarda. Bu hazil emas. Uning ismi Hui va u Xitoyning eng yirik va boy odamlaridan biri. U butun umri davomida shuncha boylik to'pladiki, endi odamlarga shunchaki tarqatmoqda. Bir necha marta yiliga u va jamoasi pulga to'la furgon bilan kelgan har bir insonga ulkan summalar beradi. Odamlar bu kunni kutganidan hatto oy oldin kelib, ko'chada yotib uxlashadi. Faqat o'z o'lishiga yetishi uchun. Hui pulni qop-qop berganidan odamlarda uni qo'ygani joy ham qolmaydi. Biroq bu hammasi emas. Kechqurun u ulkan dasturxon yozadi, sovg'alar ulashadi. Har bir inson qizil quti oladi. Ichida esa yoki mashina kaliti, yoki xonadon kaliti, yoki $500,000 chek chiqadi. Hui aytadi: "Men butun dunyoda bo'lganman, hammasini ko'rganman, lekin xotinimdan ayrilganimdan keyin tushundim. Haqiqiy baxt odamlarni xursand qilish ekan." Ko'chada uni oddiy kiyimda, hech qanday qo'riqchilarsiz lapsha yeb o'tirganini ko'rishingiz mumkin. Odamlar uchun esa Hui haqiqiy qahramon, chunki u o'zini ulug' ko'rsatmaydi, balki borini xalq bilan bo'lishadi. Endi savol, agar sizga shunday imkoniyat berilganida odamlarga nima tarqatgan bo'lardingiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.